qani gapir, men Xizrman, mendan nima xohlaysan debdi. U kishi shoshib qolibdi va bir lahzada kela olar ekansiz, nega meni shuncha uzoq yillar yolvortirdingiz? Tog'i toshlarga chiqib ketib devona bo'ldim debdi. Shunda Xizr alayhissalom egnidagi xirqani u kishining ustiga kiydiribdi. Bo'ldi, endi sen Xizr alayhissalomsan. Bozorga bordi, u yerdagi odamlarga ko'rinchi debdi. U kishi bozorga borib, ne ko'z bilan ko'rsinki, kimdir dumli, kimdir shohli, yana kimdir qorni bilan yerda sudralib yuribdi. İlanlar, chayonlar, sirtlonlar, cho'chqalar, sichqonlar, kalamushlar, qurtlar, o'rgimchaklar, arslonlar, maymunlar. O'rtadan g'ayb pardasi ko'tarilishi bilan hammaning siyratini, ma'nosini, ichki olamini ko'ra oldi. Zolimlar sirtlon shaklida, firibgar va ikkiyuzlamachilar maymun shaklida, birovlarni tishlab, diliga azor berganlarni esa it shaklida. Bu dunyoda suratimiz nima bo'lsa bo'lsin, siyratimiz bilan hashr qilinamiz. Ya marhaba.